bo'yicha. Lekin so'nggi yillarda O'zbekiston real o'sish ko'rsatgan. Hozir MDH ichida O'zbekiston ikkinchi o'rinda turibdi, adashmasam, PhD chiqarish bo'yicha. Endi hali Xitoylar darajasiga yetishimizga ancha bor ekan, juda yomon emas. O'zaga shu muammo shu yerda-da, ya'ni 2-3 marta ko'paytirdik, ahvol 2-3 marta yomonlashyapti-da. Ya'ni Italiyada qancha ko'p himoya qilsa, shuncha yaxshi bo'ladi-da. Tushunyapsizmi? Bizlarda qancha ko'p himoya qilsa, shuncha yomon bo'ladi. Mana shu o'qituvchini urmaslik bilan bog'liq, o'quvchining, talabaning psixologik holati yoki unga pedagogik ta'lim berishda uning agressivligini yo'qotish bo'yicha qancha dissertatsiya himoya qilingan. Baraka topkurlar. Nimaga shuncha himoya qilasizlar? Bu yoq orqasiga qarab ketadi. Bu birinchi masala. Ya'ni qancha ko'p himoya qilsa, shuncha yaxshi bo'lishi kerak. Ikkinchi masala borki, Hayrat o'jaga, bizlarda PhD himoya qilgan odam byudjetga bosim o'tkazadi. Ularda o'tkazmaydi. Ya'ni ular PhD himoya qilib bozoriga bo'ladimi, pedagogikasiga bo'ladimi foyda keltiradi. Ya'ni orqasidan agar pulda hisoblaydigan bo'lsak, ya'ni ma'lum bir PhD himoya qilgandan keyin orqasidan foyda keladi. Ularning tilida gapiraylik, o'sha modern tilida tushunarli bo'ladi. Yoki bo'lmasa komfort olib keladi. Bizlarda himoya qilsa xalaqit beradi-da, u himoya qilgan ishi bor-ku. Ya'ni endi men UAK bo'yicha aytmoqchiman. UAKka borsang, ishi boshidan oshib toshib yotibdi. Ya'ni qog'ozni ichidan chiqa olmaydi. Sening ishing yo'q deya olmaysan u yerga borib. U yerdagi odamlarni deylik sen vatanparvar emassan deya olmaysan, ya'ni bekor ishlayapsan. Lekin o'zi umuman nimaga kerak uni bir tizimning ichidan olib ikkinchi tizimning ichiga qo'yib tugatish kerak UAKni. UAKni tugatish kerak. Tamom. Unda kim ilmiy ishlarniki? Universitet qiladi. Korrupsiya bo'lib ketadi. Hayrat o'jaga, shuni aytayapmiz. Qarang, hozirgi UAK degan tashkilot bu institut bu. Ya'ni sen himoya qilar ekansan, nimangni himoya qilar, dissertatsiyangni himoya qilar ekansan, UAK senga bir ramka ko'rsatadi. Qo'lida qaychi bor, kattagina. Mana shundoq kesib, mana shu yerni himoya qilasan deydi. Ya'ni ko'p bilgan odamlar o'tiradi-ku. Ko'pni bilgan odamlarda, chunki Stalin davrida paydo bo'lgan tashkilot u. Shuning uchun UAK degan tashkilot azizlar, nima qilasizlar bu Stalinning tashkilotini, boyagi o'lgan otni hali tiriladi, minamiz buni debdi. Bo'ldi, tugatish kerak UAKni. Hali mana shu ko'rsatuvimni eslab qolasizlar, yana muammo chiqarib boshlaydi Fanlar akademiyasining ichida. Endi nima uchun uning zararligini aytaman o'shaga. Mana men 2 marta dissertatsiya yozganman. Shukrki himoya qilmagan ekanman. Dissertatsiya